havo tarkibida chang zarrachalarining ko'payib ketishi, ayniqsa PM2,5. Men bu mavzu haqida barchamizda informatsiya yetarli. Lekin men hozir sizlarga uni nafas yo'llariga aynan qanday ta'sir ko'rsatishini aytmoqchiman. Ikkinchi sabab bu bolalarning jamoaga tez qo'shilishi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir jamoada shunaqa bo'layotgan narsa ko'rib turibmiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqni nyankasi keladi. U qayerdan kelyapti, общий transportda kelyaptimi, qanday holatda kelyapti bilmaymiz, bolaning yoniga kiradi. Yoki davlat bog'chalari 3 yosh bo'lishiga qaramasdan 1,5 yoshli bolalarimiz bog'chada 30 ta bola bilan har kun kontaktda bo'ladi. Yoki undan kattaroq bolalarni ko'radigan bo'lsak, kunduzi bog'chada 30 ta bola bilan kontaktda, bog'chadan olamiz, jamoat joylarida ovqatlanishga olib boramiz. Bu yerda yana shuncha odam bilan kontaktda. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bolamiz bog'chada zerikib qoladi-ku, plashatkaga olib boramiz. Plashatkada ham bola yuzlab bolalar bilan kontaktga kirishadi. Raddomdanoq smes bilan chiqadi. Nima emish? Onasi kesirva bo'lganmish va sut kelmaganmish. Va shuni hisobiga, sut kelmaganligini hisobiga smes taklif qilishgan ekan. Bugun sizlar bilan bolalar orasida yo'talning ko'payayotganlik sabablarini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum. Men Normayeva Guli G'ulomovna 8 yillik tajribaga ega shifokor pediatr sifatida o'zim eng muhim deb bilgan sabablarni sizlar uchun sanab o'taman. Hozirgi kunda hech kimga sir emas, bolalar orasida nafas yo'llari kasalliklari juda avj olgan. Bolalar yo'taldan qiynalayotganligini barchamiz barcha jabhalarda ko'rib turibmiz. Ko'chada qayerda yurmaylik, bolalarning yo'tal tovushini albatta eshitasiz. Xo'sh, yo'tal bu aslida nima? Yo'tal bu bizning nafas yo'llarimizning himoya refleksi hisoblanadi. Biz yo'talish orqali o'pkamizni chang zarrachalaridan, balg'amlardan va infeksiyalardan tozalaymiz. Xo'sh, bolalarimizda bu qadar yo'tal ko'payayotganligini sababi, demakki, bolalarimiz o'pkalarini tozalashga shu qadar muhtoj. Xo'p, bu muhtojlik nimalardan kelib chiqyapti? Birinchi sabab hammamiz bong urib aytayotgan o'sha havoni ifloslanishi. Havo tarkibida chang zarrachalarining ko'payib ketishi, ayniqsa PM2,5. Men bu mavzu haqida barchamizda informatsiya yetarli. Lekin men hozir sizlarga uni nafas yo'llariga aynan qanday ta'sir ko'rsatishini aytmoqchiman. Masalan, biz o'sha havodan nafas olyapmiz. Nafas olganimizda havo bilan birga chang zarrachalari bizning organizmimizga kiradi. Bilamizki, nafas yo'llari nam holatda bo'ladi, va u yerda nam joyga chang zarrachalar o'tiradi. Ma'lum qismigina chiqib ketadi. Bolalarda bu 40% gacha bo'ladi. Ya'ni biz ko'zga ko'rinmaydigan shu chang zarrachalar bilan nafas olganimizda o'sha bola taxminan olaylik, masalan, nafas olganda 100 ta chang zarrachasini yutsa, o'shandan 40 tasi o'pkada, nafas yo'llarida ushlanib qoladi. 60 tasigina chiqadi. Bu har nafas olganda takrorlanadi. Ya'ni har safar nafas olganda o'sha chang zarrachalar o'pkada o'tirishni boshlaydi. O'ylaysizki, ular nafas yo'llarida shunchaki o'tiradimi? Yo'q. Ular nafas yo'llari shilliq qavatini yallig'lantiradi. Oksidativ stress keltirib chiqaradi. Ya'ni bu degani o'pkasi sezgirligi oshib ketadi. Qo'pol qilib aytganda jahldor bo'lib qoladi nafas yo'llarimiz. Undan tashqari allergiyaga moyilligi bor insonlarda allergik reaksiyalar yuzaga kelishi mumkin. Bu sizni ko'zingizga ko'p ko'rinmaydi. Ya'ni bolalarni shu chang zarrachalaridan doimiy nafas olishi natijasida o'pkalarida, nafas yo'llarida doimiy shish, qizarish, ma'lum miqdorda shilliq ajralib turishi kuzatilyapti. Bola soppa-sog' yuribdi, har kuni ozgina burunchasi bitadi, gohida bitta yo'talib qo'yadi. Tamom, boshqa hech qanday belgi yo'q. Shunaqa yashayapti, Keyin shu joyida ikkinchi sabab boshlanadi. Ikkinchi sabab bu bolalarning jamoaga tez qo'shilishi. Ya'ni tasavvur qiling, hozir jamoada shunaqa bo'layotgan narsa ko'rib turibmiz. Yangi tug'ilgan chaqaloqni nyankasi keladi. U qayerdan kelyapti, общий transportda kelyaptimi, qanday holatda kelyapti bilmaymiz, bolaning yoniga kiradi.
yoki davlat bog'chalari 3 yosh bo'lishiga qaramasdan 1,5 yoshli bolalarimiz bog'chada 30 ta bola bilan har kun kontaktda bo'ladi. Yoki undan kattaroq bolalarni ko'radigan bo'lsak, kunduzi bog'chada 30 ta bola bilan kontaktda, bog'chadan olamiz, jamoat joylarida ovqatlanishga olib boramiz. U yerda yana shuncha odam bilan kontaktda. Ovqatlanib bo'lganimizdan keyin bolamiz bog'chada zerikib qoladi-ku, plashatkaga olib boramiz. Plashatkada ham bola yuzlab bola